Adliya vazirligi huzurida Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining materiallar, ashyolar va buyumlarning kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasi sohaning muhim yo'nalishlaridan biridir. Yarim asrdan buyon faoliyat yuritayotgan mazkur laboratoriyada kimyogarlar, fiziklar, biologlar, farmatsevtlar, muhandis-texnologlar kabi turli xil kasb egalari mehnat qilishadi. Laboratoriyamizda 27 ta tur ekspertiza turi o'tkaziladi. Sud tergov organlari tomonidan taqdim etiladigan ashyoviy dalillarga qarab taqsimlanadi. Bu ekspertiza turlari tolali materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar kriminalistik ekspertizasi, lok bo'yoq materiallari va qoplamalari ekspertizasi, maxsus kukunlar va maxsus markerlar ekspertizasi, neft mahsulotlari va yoqilg'i mo'ylash materiallari ekspertizasi, tarkibida spirti borgan suyuqlik, alkogol mahsulotlari, giyohvand vositalari, sud ekologiya, sud botanika, sud zoologiya ekspertizalari. Har xil holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, odam o'ldirilishi yoki qotillik, nomusga tegish, zo'rlash, avtohalokatlar vaqtida, o'g'irlik vaqtida bo'lgan holatlarda tolali materiallar bo'yicha ekspertiza tayinlanadi. Shunaqa holat bo'lgan, oilada nosog'lom muhit bo'lgan, u nazorat, uchastkovoy nazorat ostida bo'lgan. O'sha oilada 13 yoshli qiz farzandini nomusiga tekkan. Aldab, telefon orqali chaqirib, avtomashinada ovloq joyda nomusiga tekkan. Ishonishmagan, shu qiz bola haqiqatdan ham nosog'lom emasligiga yoki bo'lmasam shu nojo'ya yo'lga yurmasligiga ishonishmagan. Ekspertiza tayinlangan. Ekspertiza tayinlanganda bizlar o'sha avtomashina qo'shimcha obyekt taqdim etilishini, o'sha hodisa sodir bo'lgan joyda vaqtida avtomashinani chexollarini ham taqdim etilishini, bolani kiyimlarini ham taqdim etilishini qo'shimcha obyekt sifatida so'radik. So'raganimizdan keyin qiz bolani kiyimida shu zo'rlash alomatlari, yirtilgan holatlari, zo'rlash alomatlari va avtomashinada yoki bo'lmasam gumonlanuvchi shaxsning kiyimlarida qiz bolaning tolalari bilan bir turgan mavjud tolalar mavjudmi yo'qmi, o'shani aniqlab berdik. Avtohalokatlarni gapiradigan bo'lsam, ikkita mashina bir-biri bilan to'qnashganida yoki bo'lmasam yo'lda odam urib ketgan bo'lsa, u odamning tolasi, kiyimini tolasi bilan avtomashinani qismlarida, shikastlangan qismlaridagi yoki ost tag qismlarida yo'lovchining shu urib ketgan jabrlanuvchining kiyimlarining tolalari bir bormi, agar bo'lsa bir butunlikni tashkil qiladimi, yo'qmi degan savollar qo'yiladi. Zo'ravonlik, nomusga tegishi, nogironlikda oxirgi shu bitta ishimiz kelganda, ikkinchi guruh nogironini zo'rlagan, uni shu tabiiy anaqaligidan foydalanib, jabrlanuvchini kiyimini tolasidan ayblanuvchi yoki gumondor shaxsning kiyimini tolalarini bir-birida kontaktda ishqalanishda bo'lganmi, yo'qmi, o'shani aniqlab beramiz. Yoki bo'lmasam har xil ushlagan holatlar bo'lishi mumkin. Tirnoqlar orasida ham tolalar, ko'zga ko'rinmaydigan tolalar mavjud. Biz o'shalar orqali, har xil tekshiruvlar orqali o'zimizni yuqori sezuvchanlikka ega bo'lgan oxirgi so'nggi modeldagi uskunalarimiz orqali aniqlab beramiz. Sud tibbiy ekspertizasi ham o'tkaziladi. Har xil hollarda sud tibbiy ekspertizasi aniqlanmagan holda tolali materiallar bo'yicha ekspertiza, kriminalistik tekshiruv orqali biz bu ekspertizani ochiqlab beramiz. Yo'l transport hodisasi vaqtida avtomashina egasi "Men urib ketganim yo'q edi, har xil holatlar bo'lishi mumkin, urib ketganim yo'q edi, yo'l yuzida yotgan edi" deb tan olmaydi. Bunaqa holatlarda o'sha jabrlanuvchini yoki marhumni kiyimlariga qarab, kiyimlarini unda ishqalanish kuchi fizik holat bo'ladi. Avtomobilni lak bo'yoq qoplamasi jabrlanuvchi kiyimida shu zarb natijasida, ishqalanish natijasida lak bo'yoq qoplamasi bir-biriga yopishib qoladi yoki ishqalanish natijasida shu iz qoladi. O'sha iz orqali biz aniqlab beramiz. Bunda haqiqatan ham yo'l transport hodisasi urib ketganmi yoki yotgan holatda bo'lganmi, vertikal tarzda yiqilganmi, sud trassologiya, sud avtotexnika, bizdan sud tolali materiallar kriminalistik ekspertizasi, lak bo'yoq ekspertizasi va bosib ketganda u marhumning kiyimida qolgan neft mahsulotlari bo'lishi mumkin, yoqilg'i mo'ylash mahsulotlari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam avtomashina qismlarini polimer izlari bo'lsa, polimer izlariga qarab kompleksning ravishda
jinoyat ishini ochishga harakat qilamiz. O'tgan 2024-yilda yangi dendrologiya ekspertizasi amaliyotga joriy etildi. Dendrologik ekspertizaning o'tkazilishiga ehtiyojning mavjudligi shu sohada ko'tarilayotgan noaniq savollarga ilmiy asoslangan holda javob berishga asos bo'ladi. Yangi turi ekspertiza, dendrologiya ekspertiza joriy etildi. Dendrologiya ekspertizasi daraxt va butalarni yoshini, biologik yashovchanlik holatini, shikastlanganligini, kesilguncha bo'lgan davrini taxminiy yoki bo'lmasam tabiiy ofatlarni oldini olish uchun o'tkaziladi ushbu turi ekspertiza. Voqea joyidan kesib olingan, masalan, o'g'irlangan daraxt kesmasi, mana shu o'g'irlangan daraxt kesmasi bilan voqea sodir bo'lgan joydagi daraxt kesma kundasi bilan kundagi bir-biriga mos keladimi, aynan qaysi turga mansub o'sha yoki bo'lmasam daraxtni bo'yini, tanasini, yillik halqalarini aniqlab berish uchun. Dendrologiya ekspertizasi bu tabiatni himoyachisi sifatida adolat qaror topishida xizmat qiladigan ekspertizaning bir muhim yo'nalishi hisoblanadi. Bundan tashqari, laboratoriyada maxsus kukunlarni tekshirish ekspertizasi ham o'tkaziladi. Ushbu ekspertiza poraxo'rlik, firibgarlik va tovlamachilik kabi jinoyatlarni ochish yuzasidan tayinlanadi. Ayni paytda laboratoriya o'ta sezgir va zamonaviy analitik asbob-uskuna va moslamalar bilan jihozlangan. Bu esa xodimlarga ekspertizalarni yuqori ilmiy saviyada bajarishga imkoniyat yaratmoqda.